Ko'rib turibsizlar, kottejning garadok bu deyarli. Mana shu 2 qavatli bino sotilyapti. Bu necha sotix joy? 1 sotix joyi. 1 sotix, ha? 115 kvadrat. 4 ta xona edi, mana 4 ta xona shunaqa, bitta zal, 3 ta xona alohida. Bu zarlar ham o'shanga narxini arzonroq qilib sotib olishyapti. Mana bu bitta oshxonamiz bor. Buni tagida podval oshxona deydi. Endi uylanmaslikni ko'rsatib o'taman. Mana kirishimizga o'ng qo'limizda oshxona. Mana ko'ringlar, mana shu oshxonadagi narsalar qoladi hammasi. Bu yog'imizda sanuzel joylashgan. Ha bu yerda bo'lsa mehmonxona, mana birinchi qavatimizda. Mana endi ikkinchi qavatga chiqamiz o'rtoqlar. Mana ikkinchi qavatimiz ham mana shunaqa holatda. Birinchi o'ng qo'lga kiramiz, bu yerda yotoqxona kattalar uchun. Mana. Bu yoqda uchinchi xonamiz. Bu yerda mana ikkinchi qavat o'sha sanuzelimiz. Ha bu yoqda bo'lsa yana bitta yotoqxona. Mana bu yoqda havolanish uchun joy qoldirilgan. Xullas o'rtoqlar, uy egalarini ko'rib oldinglar. Mana shu bola, bularning onalari hal qiladigan telefon nomerlarini videoning tagiga yozib qo'yaman. Xudo xolisa telefon qilib, o'zingizlar yana savdolashib, gaplashib kelishaverasizlar. Qani, uyimizning lokatsiyasi qayerda joylashgan? Sergelida, Yangihayot tumanida, Chortoq mahallada Beshchada joylashgan. Nima bor? Orientir eng yaqin joy. Men orientirmi? Indeksdan kiraverishda Sergeli demasdan o'ngga qarab kirib. Qipchoq metrosiga bir 10 minutlik yo'l bo'lsa kerak. 10-15 minut. Ha. Bo'ldi o'rtoqlar, mana ko'rdinglar, aloqaga chiqaverasizlar, telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Sog' bo'linglar. Qadrdonlar, uyinglarni yoki boshqa turdagi ko'chmas mulkinglar bo'lsa sotuvga bizga aloqaga chiqinglar, tez va oson sotishinglarda yordam beramiz. Toshkent shahar, Toshkent oblastlari bo'yicha ishlaymiz. Billalashib narxlarini bugungi kundagi bozor narxiga moslashtirib, tenglashtirib, chiroyli video obzorlar qilib, barcha ijtimoiy tarmoqlarga qo'yib, tezroq sotishinglarda yordam beramiz. Telefon nomerlarimiz opisaniyada bo'ladi yoki direct orqali aloqaga chiqinglar. Like bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'linglar. Qadrdonlar, uyinglarni yoki boshqa turdagi ko'chmas mulkinglar bo'lsa sotuvga bizga aloqaga chiqinglar, tez va oson sotishinglarda yordam beramiz. Toshkent shahar, Toshkent oblastlari bo'yicha ishlaymiz. Billalashib narxlarini bugungi kundagi bozor narxiga moslashtirib, tenglashtirib, chiroyli video obzorlar qilib, barcha ijtimoiy tarmoqlarga qo'yib, tezroq sotishinglarda yordam beramiz. Telefon nomerlarimiz opisaniyada bo'ladi yoki direct orqali aloqaga chiqinglar. Like bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'linglar. Qadrdonlar, uyinglarni yoki boshqa turdagi ko'chmas mulkinglar bo'lsa sotuvga bizga aloqaga chiqinglar, tez va oson sotishinglarda yordam beramiz. Toshkent shahar, Toshkent oblastlari bo'yicha ishlaymiz. Billalashib narxlarini bugungi kundagi bozor narxiga moslashtirib, tenglashtirib, chiroyli video obzorlar qilib, barcha ijtimoiy tarmoqlarga qo'yib, tezroq sotishinglarda yordam beramiz. Telefon nomerlarimiz opisaniyada bo'ladi yoki direct orqali aloqaga chiqinglar. Like bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'linglar.